Alyar bo'lsangiz, normalniy sovg'a qilasiz. Assalomu alaykum Yevropada yurgan yurtdoshlar. Srochniy kimga ish kerak bo'lsa, ishlarimiz bor. Polsha territoriyasida, skladda, zavodda, fabrikada, stroykada, agar yo'q atrofda ishlayman, siz Germaniyada ishimiz bor. Xohlasangiz Belgiyada, xohlasangiz Litvada. Agar o'z ishingizni ustasi bo'lsangiz, malyar bo'lsangiz, normalniy sovg'a qilasiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. WhatsApp nomer qoldiraman. Ish qidirib yurgan aka-ukalarimizga shu videoni yuborib qo'yamiz, jannatim akalarim. Bolgariya, Slovakiya, Litva, Latviya qayerdadir. Assalomu alaykum Yevropada yurgan yurtdoshlar. Bu обращением Bolgariya, Slovakiya, Litva, Latviya qayerdadir 800-900 yevroda ishlab yurgan oylik ishlarda ishlab yurgan aka-ukalarimizga bo'ladi. Agar kimga normalniy ishlar kerak bo'lsa, bemalol WhatsApp nomeri qoldiraman, aloqaga chiqishlaring mumkin. Bizda ishlarimiz ko'p. Butun ekskavator minadiganlarga vizit Yevropa bo'yicha. Agar kim ish oqtarayotgan bo'lsa, texnikani bilsangiz, minishni bilsangiz bo'ldi. Prava, marava, вообще hech nima shart emas. Jannatim akam sizga zo'r joydan, yotoq joyi, absolutni besplatniy joydan ish topib qo'ydim. Ekskavatorda minisini haydaysiz, jannatim akam.